siz 100 yil yashashingiz mumkin. Agar qo'pol qilib aytganda, hujayradagi hamma toksin va axlatlarni tozalarsiz. Bu jarayon autofagiya deb nomlanadi. 2016-yilda aynan shu kashfiyoti uchun Yapon olimi Asumi Nobel mukofotini olgan. U o'z ilmiy ishlarida shuni isbotladiki, agar organizm uzoq vaqt aynan 16-18 soatdan ko'p och qolganda, organizmda o'zida autofagiya protsessi boshlanib, eski oqsil va kerak emas toksinlarni yeyish boshlaydi va uni o'rniga mikrosintez jarayonida yengillari ishlab chiqarish boshlanadi. Lekin biza umuman autofagiya holatiga kelishga yo'l qo'ymaymiz. Biz har 3 soatda ovqatlanamiz. Hujayralaringiz musorga to'lib ketgan. Uni davolash uchun qimmat preparatlar kerak emas. Balki to'g'ri vaqtinchalik ochlik, interval ochish yoki o'z-o'zini ro'zalarni tutish va albatta antioksidant preparatlarni qabul qilish tavsiya qilinadi. Chunki antioksidantlarning asosiy bu bitta vazifasi hujayra darajasida ishlab berish, uni tozalab berish va toksinlarni yondirib yuborish. Chunki antioksidantlarning asosiy vazifasi bu hujayrani tozalash va uni tarkibidagi toksinlarni bog'lab olib chiqib ketish. Bu svobodniy radikallar ko'pincha uchraydi. Aynan svobodniy radikallar bizda rak kletkalarning kelishiga, qarilishiga yo'l qo'yib beradi. Aynan shu svobodniy radikallar bizda rakoviy kletkalar ishlab chiqarishga va qarish jarayonini tezlatadi. Shu sababli sizga ham tavsiya qilardim, autofagiya protsessini yo'lga qo'ying va albatta antioksidativ preparatlarni yiliga 1 marta, 2 marta kursi bilan qabul qiling. O'zi siz oxirgi marta organizmingizda kuniga 16 soatlik dam berdingiz, agar shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoling. Bu videoni esa uzoq umr, kamida 100 yil yashamoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'ying.